Assalomu alaykum. Ramazon oyi barchangizga muborak bo'lsin. 16-22 fevral haftaligida bo'lib o'tgan biznes va marketing olamidagi yangiliklarga bag'ishlangan dayjestimizni boshlaymiz. Birinchi yangiligimiz O'zbekiston avtopromiga bag'ishlangan UzAuto Motors kompaniyasi yangi Damas'ni e'lon qildi. Ya'ni yangi Damas ishlab chiqarilishini e'lon qilishdi va shunga bag'ishlangan reklama roligini ham chiqarishdi. Yangi Chevrolet Damas. Move. Yangi Damas'ning ikkita versiyasi bo'ladi. O'sha odam tashiydigan va yuk tashiydigan va ularning narxi 134 va 139 million so'mdan sotiladi. Ana O'zbekistondagi eng ommabop avtomobillardan birining yangi versiyasini ko'rishimiz mumkin. 2025-yilning yakunlarini e'lon qilish hali ham davom etmoqda va O'zbekistonning marketing sohasidagi yirik banklardan biri TBC banki o'zining 2025-yil yakunlarini e'lon qilayotganda o'sha TBC O'zbekiston direktori Nika Kurdiani TBC banki 2025-yil davomida 3,17 trillion operatsion daromad ko'rganligini va shundan 581 milliardi sof foyda bo'lganligini e'lon qildi. Bu o'tgan yilga nisbatan sof foydaning deyarli 1,5 baravarga oshganligini ko'rsatyapti. Umuman TBC bankining O'zbekiston bozoriga kirib kelishi va O'zbekiston bozoridagi juda ham ko'p yaratgan yangiliklari, xususan marketing sohasidagi qilayotgan ishlari ham juda ham ko'zga ko'rinarli va tabiiyki uning orqasidan sof foydaning ham oshishi bo'lib o'tyapti. Amerikaning Gulf korporatsiyasi O'zbekistonda avtomobil yoqilg'isini quyish shoxobchalarini va aviatsiya sohasini rivojlantirish uchun $200 million ortiq investitsiya kiritilishini e'lon qildi. Ushbu yangilik o'sha yaqinda bo'lib o'tgan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga bo'lib o'tgan safarlari davomida kompaniyaning vitse-prezidenti Craig Kramer tomonidan e'lon qilindi va o'sha yaqin 2 yil ichida ushbu Amerika kompaniyasi tomonidan O'zbekistonda 100 dan ortiq avtomobil yoqilg'isini quyish shoxobchalari qurilishi e'lon qilingan. Biz bilamiz, hozirgi kunda o'zi chet eldagiga o'xshagan shoxobchalar O'zbekistonda kam, adashmasam men bilganim 2 yoki 3 ta o'sha Lukoil, Tatneftlar, ya'ni avtomobil yoqilg'isini quyayotgan vaqtingizda kirib bemalol o'sha alohida do'koni va u yerdan savdo qilishingiz mumkin bo'lgan o'sha usulda aytgan современный avtozapravочный stansiyalar unaqa ko'p emas. Undan tashqari o'sha shaharlararo yo'llarda ham shunga o'xshash ko'rinishdagilar bor. Agar O'zbekistonda ham shunga o'xshagan shoxobchalar ko'payadigan bo'lsa, bu menimcha faqatgina infratuzilmani va biznesni rivojlanishiga olib keladi. O'zbekistonda $2 milliard xususiy kompaniya paydo bo'lishi mumkin. Centrum Air aviakompaniyasi o'zining Jahon fond bozorida 30% aksiyalarni taxminan $600 million ga baholangan holatda IPOga reja qilayotganligini e'lon qildi. Bu juda ham zo'r yangilik, sababi agar IPOga Centrum Air chiqadigan bo'lsa va kompaniya shu narxda baholanadigan bo'lsa, bu ham investitsiyalar va hamda O'zbekiston bozoridagi bir biznes subyektiga bo'lgan ishonchning yaqqol misoli bo'ladi. Agar o'xshasa zo'r bo'ladi. Portugaliyada 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish to'liq taqiqlandi. Euronews nashrining bergan yangiligiga ko'ra, o'sha Portugaliya parlamenti 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga TikTok, Facebook, Instagram kabi tarmoqlardan foydalanishni to'liq taqiqlagan Yevropaning oxirgi davlati bo'ldi. O'zi Yevropa ittifoqidagi barcha davlatlarda bunday taqiq mavjud. Ya'ni 13 yoshgacha bo'lgan bolalar umuman foydalanish mumkin emas. 13 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalar faqatgina ota-onasining ruxsati bilan foydalanishi mumkin. Men o'zim ham bunday taqiqni guvohi bo'lganman. O'sha farzandim bilan Yevropada sayohat qilayotgan vaqtimizda farzandimning Instagramini taqiqlab qo'yishgan, ya'ni o'sha IP adresidan o'sha Yevropada bo'lgan paytida Instagram akkaunti blokka tushib qolgan. Ushbu taqiq faqatgina o'sha WhatsApp yoki Telegramga o'xshagan messenjerlarga tegishli emas, chunki o'sha ota-ona va farzandlarning o'zaro suhbatini ta'minlab berish maqsadida. eBay kompaniyasi $1,2 milliard evaziga Depop platformasini sotib olmoqda. Depop platformasi o'zi o'sha kiyim-kechak sotish bilan shug'ullanadi. Ikkilamchi kiyim-kechaklarni sotish bilan shug'ullanadigan platforma hisoblanadi va o'sha eBayning ushbu xaridni amalga oshirishdan asosiy maqsad ular ham aynan o'sha yosh auditoriyaga o'zlarini fokuslarini qaratyaptilar va o'sha Depop ham asosan yoshlar foydalanadigan platforma hisoblanadi. Ularning o'tgan yilgi ko'rsatkichlari 7 millionta faol xaridori bo'lgan va
faol xaridorlarning 90% 34 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil qiladi va o'sha eBay ham ko'pchilik xalqaro kompaniyalarga o'xshab turib yosh auditoriyaga o'zini fokusini qaratyapti. 16-22 fevral haftaligida bo'lib o'tgan biznes va marketing olamidagi yangiliklarimiz asosan shulardan iborat. Like tugmasini bosib qo'yishni va bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.